şehitlikni kutayotganlar, şehitlik qilib ketayotganlarni hargizmi hayotni bilmaydiganlar, hayotning huzur halovatidan zerikkanlar deb asla o'ylamanglar. Bugun kunimizda bizning ahvolimizning tug'an siri kundan kunga xaroblashishi, keyniga chekinishi dal Hamzaning izbosarlarining yo'qolib ketganligidir. Hamza şehitlarning xo'jisi, şehitlarning apandisi. Biz bugün Allah'ın yolusi, Allah'ın elçisi, yani Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın yolusi, İslam'ın qo'dg'uvchisi, ismi tilga elinsa, şehitlik, baturluk, qahramonlik, jasorat esimizga keladigan Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a tunji bo'lib iman etgan Peygamberimizning tag'isi Hazreti Hamza bilan tanishib chiqamiz. Hazreti Hamza Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ning tag'isi bo'lib, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'dan faqat 3 yoshli cho'ng edi. Shunga ular kichkidan boshlabla el og'ayindek nihoyat yaqin birga o'ynab cho'ng bo'lgan. Shundaqla ularning süt anısı bir idi. Yani Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Hazreti Hamza bilan hem tağılık hem süt qarindoshlik munosabati bor edi. Hazreti Hamza kichkidan boshlab o'qiya etishga nihoyat qiziqatdi. O cho'ng bo'lgan vaqtidami o'qiya etishda ko'z ko'ringan yoshlarning birisiga aylanadi. Shundaqla ko'p vaqtining hammasini Makkaning sirtida ovlash bilan o'tkazadi. Makka arablari uning o'qiya etish mahorati bilan boshqa arab qabilalari ichida faxr qiladi. Shundaqla Makkaning katvoshlarimi uning bilan qarshilashib qilishdan, uning bilan bir narsa deyishib qilishdan o'zini qochiradi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselamga payg'ambarlik vazifasi kelib, ey Muhammed sen tuqqanlaringni ogohlantir degan bu oyat tushgan vaqtida Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bu oyatning talabiga asosan tuqqanlarini, ya'ni jamiyatining hammasini bir yerga to'playdi. Ular islomni tushuntiradi. Lekin bu vaqtda Hazreti Hamza bu din bizning oramizni bo'lib o'tadi, bizni ikki qutbga ayirib o'tadi deb iymon etmaydi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam o'ziga ishongan bir o'chim kishilar bilan islom davosini davom qiladi. Mushriklar Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselamga nihoyat ig'ir aziyatlarni soladi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam 6 yil islom davosi qilgan bo'lsa-mu, faqat o'ziga ishongan kishilarning soni 30 necha atrofida edi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam va mushriklarning har xil aziyatlarni berishi, uni sehigar, yolg'onchi, kazzab deyishi, shundaqla ko'ygan yerda har xil usullar bilan aziyat berishi Hazreti Hamzaning yuragini mujitdi. Gerçi Hazreti Hamza Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselamga iymon etmagan bo'lsa-mu, uningdagi qarindoshlik, uningdagi tuqqandarchilik, shundaqla kichkidan boshlab birga cho'ng bo'lgan bu qarindoshiga kelgan aziyatlar uni nihoyat azoblaydi. Bir kuni Abu Jahl Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselamning yendan o'tib ketib o'tib, odati bo'yicha Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselamga haqorat qiladi, til yog'diradi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam unga hech qanday radiya bermaydi. Abu Jahl texmi avzaylab yerdan tashilib Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselamga otadi. Tash Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselamning beshiga tegib beshini qonitadi. Bu hodisani bir ayol ko'rib qolgan edi. Shu vaqtda Hazreti Hamza Makkaning sirtidan ovlab kelayotgan edi. Heliq ayol Hazreti Hamzaning oldini to'sib, "Ey Hamza, sening qarindoshing Muhammadni Abu Jahlning qanday qilganligini bir ko'rgan bo'lsang" deydi. Hazreti Hamza, "Yana mening qarindoshimga aziyat bergan kim o? Nim bo'ldi qani ayta" deydi. Bu ayol Muhammadni bayatdan Abu Jahl nihoyat ig'ir haqoratlab, uningga tosh etib kallasini yervatdi deydi. Gerçi o başka dinde bo'lsa-mu, tuqqunning o'ziga raqobatchi, shundaqla Hoshim jamiyatiga dushman deb qaraladigan bir jamiyat tarafidan aziyat yeganligini anglab, nihoyat g'azab keldi-da, darhol Ka'baning qishig'iga berib Abu Jahlni izlaydi. Abu Jahl bo'lsa Ka'baning atrofida Makkaning oqsoqollari bilan so'rin tuzishib o'ltirayotgan edi. Hamza Abu Jahlni kishilar bilan o'ltirayotganligini ko'rib, ularning so'riniga bosib kirdi va Abu Jahlning yoqasini tutqunicha, "Mening jiyanimga qo'l tekkizgan senmi?" deb urishga boshlaydi. Abu Jahlning atrofidagi tuqqanlari va hamrohlari Hamzaga etilg'ili qo'pidi, lekin Abu Jahl nihoyat zirak odam bo'lib, "To'xtanglar, Hamzaga qo'l yondirmanglar" deydi. Chunki Abu Jahl tuqqanlarining Hamzaga qo'l yondirib, bu masalaning jamiyat masalasi, ya'ni tuqqandarchilik masalasiga aylanib, Muhammed Aleyhisselamning texmi tushunib ketishini xohlamaydi. Ya'ni Hamzani Muhammed Aleyhisselam tarafiga ittirib o'tishini va Muhammed Aleyhisselam tarafiga o'tib ketishini xohlamaydi. Shuning uchun u qashdagi hamrohlari va tuqqanlarini qo'l yondirmanglar, men uning jiyanining beshini yerib o'tgan edim deydi. Hamza Abu Jahlga, "Ey Abu Jahl, sen Muhammed mening jiyanimga qo'l tekkizibsan. Do'chi bo'lsang, men qo'l tekkizib pa. Men Muhammed nim degan bo'lsa, shuni deyman" deydi. Dal Abu Jahl ansirgan ish bo'lgan edi. Lekin Abu Jahl Hamzaning ta'assubiyat va tuqqandarchilik sababidan bu gaplarni da'vatqanligini biladi. Shuning uchun atrofidagilarni hargiz qo'llantirmanglar deb Hamzani tinchlantiradi. Hamza Abu Jahlning qashidan ayrilgandan keyin, "Men nim deb saldi? Men o'zimning ota-bobolarimning dindan chiqib ketdim-ku. Men Muhammed nim degan bo'lsa, shuni dedim-ku" deb azoblanishga boshlaydi. Va shu kechasi bir kechasi uxlayolmay tong otadi. At deganda nihoyat bearam bo'lib Ka'baga boradi va Allohga duo qiladi. U vaqtdagi mushriklarmi Allohga ishlatdi, lekin Allohga butni qo'shib imo etadi. Hamza Allohga yoldirib, "Ey Alloh, agar Muhammadning elib kelgan dini haqiqiy sen avatgan din bo'lsa, mening qalbimni Muhammadning diniga echiyotgan. Agar undaq bo'lmasa, meni aslidagi dinimni mustahkam qilgin" deb yig'lab Allohga yoldirib duo qiladi.
Ondan keyin o payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning qishig'i bor edi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom uni uchiq chiroy qilmaydi. Hazrati Hamza hayron qoladi. Men jiyanimda boshqalarni urussam, nima deb Muhammad menga uchiq chiroy qilmaydi deb o'ylandi. Lekin o payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning nima uchun uning uchiq chiroy qilmaganligini his qilib qoladi. O payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning oldiga boradi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom u tarafga burilib oladi. Hazrati Hamza yana payg'ambarimizning oldiga kelib, "Ey jiyanim, ey Muhammad, sana nima bo'ldi? Nima ish qilmoq bunda uchiq chiroy qilmaysan?" deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom, "Ey tag'a, men seni intayin yaxshi ko'raman. Men sening tuqqandoshlik tufayli u gapni deganligingni bilaman. Men sening haqiqiy qalbingdan Allohga iymon etishingni umid qilaman. Shunda qilgan vaqtingda oxirat hayotidagi, ya'ni o'lgandan keyingi abadiy hayotda Allohning azobidan saqlana olaysan. Men sening ta'assubiyat va yoki tuqqandoshlik sababidan mening qishimda turishingni va mening dinimda bo'lishingni hargiz xohlamayman. Haqiqiy qalbingdan Allohga iymon etishingni, butlardan, shirkdan yiroq turishingni orzu qilaman" deydi. Hazrati Hamza payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning bu so'zini anglagandan keyin, "Ey Muhammad, sen elib kelgan bu dinni menga qayta bir tushundir. Agar kallamdan o'tsa, aqlimdan o'tsa, men bu dinga kiraman" deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom islom dinini tafsili tushundirdi. O'zini İsa alayhissalomdan keyin kelgan oxirgi payg'ambar ekanligi va o'ziga nozil bo'lgan Qur'on Karimning oyatlarini uningga o'qib berdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom ilgari jamiyatlarning hammasini to'plab, ularga mushuning o'xshash islomni tushundirgan edi. O vaqtda Hamzami bor edi. Quloq o'xshash, so'z o'xshash, lekin bu qatimqi pozitsiya o'xshamaydi. Ya'ni Hazrat Hamza agar to'g'ri ko'rsam, ya'ni men qoyil bo'lsam, qalbimdan qanoat qilsam, men bu dinga kiraman degan to'g'ri pozitsiyada edi. Hargizmi jahillarcha men ota-bobolarining dinidan tashlamayman. Bu din bizni ikkiga bo'lib o'tadi deb o'zining diniga mahkam islomga edi. Ya'ni haqiqat nada bo'lsa, uningga ergashiman degan bu xil pozitsiyada edi. Hazrati Hamza payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning islomni tushuntirishi va o'ziga nozil bo'lgan oyatlarni o'qib berishi bilan qalbi ajoyib yurib ketadi. Va men bu dinni to'g'ri topdim. Bu din haqiqat din ekan. Bu din Ibrohim alayhissalomning qolgan sog'lom sob din ekan. La ilaha illalloh. Allohdan boshqa iloh yo'q. Muhammad Allohning elchisi deb shahodat aytib, haqiqiy qalbidan iymon aytadi. Hazrati Hamzaning islomga kirishi musulmonlarga, sahobalarga ajoyib izzat ilib keladi. Mushriklar ilgirgidek payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni xohlagan yerda aziyat berib, xohlagan yerda zulm qilolmaydi. Hazrati Hamza payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga qandaq bir odam chiqilsa, men uning bilan o'zim so'zlashima deb payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni qo'g'daydi. Va bu sababdan Allohning yo'lvisi, Allohning elchisining yo'lvisi degan bu sharafga erishadi. Hazrati Hamza musulmon bo'lib, 3 kundan keyin Makkaning yana bir botir yigiti Hazrat Umar musulmon bo'ladi. Bu ikki botir yigitning musulmon bo'lishi bilan musulmonlar ajoyib izzatning ta'min etadi. Va bu ikkisi musulmon bo'lgandan keyin musulmonlarni ikki safga tizib, ya'ni bir uchum sahobalarni ikki safga tizib, bir safning 5da Hazrat Hamza, yana bir safning 5da Hazrat Umar uch oshkor halda Kabe'ye girip aşkar namazı tunca qatım okuydu. Abdullah ibn Abbas, Hazreti Hamza ve Hazreti Ömer Müslüman bo'lgan qadar biz tahi İslamdaki izzetinin huzurunu tetiyamagan edik. Hazreti Hamza ve Hazreti Ömer Müslüman bo'lgandan keyin izzetinin ta'mini rasmiy tetidik. Ama Hazreti Hamza'nın musulmon bo'lishi mushriklarga nihoyat alam bo'ladi. Bu mushriklar dal ensirgan ish edi. Kuchliklarning, bilimliklarning musulmon bo'lishi kofirlarni nihoyat g'amga soladi. Chunki ular musulmonlarning kuchlanib qolishini xohlamaydi. Abu Jahl bu yuzdan Hazreti Hamzaga hech qanday qo'l yondirmagan edi. Men bu qo'l yondirib uni Muhammadning qishiga ittirib sanmay deb o'ylagan edi. Darvaqa Hazreti Hamza musulmon bo'lgandan keyin musulmonlarning soni kundan kunga ko'payishga boshlaydi. Ilgari qo'rqqan sahobalar qo'rqmaydigan bo'ladi. Mushriklar buningga texmi amalcharlarni qilib, atrofdagi oymoq jamoatlarni texmi birlashtirib musulmonlarga texmi cho'ng jihatdan zulmni kuchaytirishga boshlaydi. Hazrati Hamza payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning qishiga kelib, "Ey Rasululloh, bular bizga mushundaq zulm qilyotdi. Biz qarab turamdik. Ularga qarshi urush ochaylik. Hozir biz kuchli, qo'rqmaymiz. Ular qarta urush qilaylik" deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Alloh texmini urushga buyurmadi. Sabr qilinglar deb urush qilishni cheklaydi. Chunki texa bu vaqtda musulmonlarning soni nihoyat az, mushriklar qolgan vaqtida ojiz edi. Musulmonlar ojiz vaqtida sabrni lozim tutib, iymonni mustahkam turish kerak. Chunki ojiz vaqtida qarshilik ko'rsatsa, yo'qolib ketish ehtimoli bor. Shuning uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom ojiz vaqtida sahobalarga sabrni tavsiya qilgan. Alloh taolo jihad qilishga buyruq qilmagan. Bir mezgil o'tgandan keyin musulmon bo'lganlarning soni ko'payishga boshlaydi. Musulmon bo'lganlarning soni ko'payish bilan birga mushriklarning aziyati cho'ng jihatdan musulmonlarni siqishi texmi kuchaydi. Musulmonlarning Makkada turish imkoniyati qolmagan vaqtida Alloh taolo musulmonlarni Madinaga hijrat qilinglar degan oyatni tushirdi. Sahobalar va payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Madinaga hijrat qiladi. Hazrati Hamza burundan tortib o'sib cho'ng bo'lgan, o'zining inovatini tiklagan, jamiyatda o'rni bo'lgan o'zining ona yurtini tashlab Madinaga payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bilan birga hijrat qiladi. Madinaga hijrat qilgandan keyin Hazrati Hamza qachon Alloh taolo endi bizga urushga yo'l qo'ysa, Makkaga urush ochib, bizga ilgari zulm qilgan mushriklarning qisosimizni olsa, yurtimizni qo'limizga
basak deb taq bo'ladi. Hijrat qilib, ya'ni Madinaga berib 2 yil o'tgandan keyin Alloh taolo zulmga uchirganligi tufayli ularga jihad qilishga yo'l qo'yib oyat nozil qiladi. Bu oyat tushgandan keyin Hazrati Hamza Asadulloh, Allohning yo'lisi xuddi bog'liqdan quyib o'tilgan yo'lvasdek nihoyat xursand bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Badr urushi uchun 313 nafar sahobani hozirlaydi. Ularning ichida Hazrati Hamza bor edi. Ilgari tog'larda yirtqich hayvonlarni ovlagan Hazrati Hamza endi zolimlarni ovlash uchun taq ko'zi to'rt bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom 313 nafar sahobani boshlab Badr degan joyga keladi. Mushriklar qo'shini bilan u yerda uchrashadi. Urush boshlanishdan ilgari shu vaqtdagi urush qoidasiga asosan mushriklar yakma-yak elish uchun 3 nafar kishini tushiradi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom o'zining sahobalaridan o'zining tuqquni tog'asi bo'lgan Hazrati Hamzani va tog'asining o'g'li bo'lgan Hazrati Alini va Ubayda ibn Harisni maydonga tushiradi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom u yo'lning ulug'ligini, jihadning ulug'ligini, shahidlikning yuqori maqom ekanligini o'zi bilgachga, o'zi ishongachga bunda eng xatarlik yerlarga o'zining tuqqanlarini eng burun soladi. Shunda qilib yakma-yak elish boshlanadi. Uzun o'tmayla Hazrati Hamza va Hazrati Ali o'zining raqibini yer tishlatadi. Ubayda bo'lsa yarlanadi. Shu vaqtdagi urush qoidasida ikki odam raqibini yenga olgandan keyin yana birisiga yordam bersa bo'ladi. Hazrati Hamza va Hazrati Ali Ubaydaga yordam berib, uning raqibini o'ldiradi. Lekin Ubayda ig'ir yarlanadi. Yakma-yak elish oxirlashgandan keyin ikki tarafdagi shiddatli urush boshlanib ketadi. Bu urushda Hazrati Hamza ajoyib qahramonlikni ko'rsatdi. Mushriklarning eng halqiliq, eng botir qo'mondonlarining hammasini Hazrati Hamza o'ldiradi. Sahobalar Hazrati Hamzaning u urushdagi botirligini bayon qilib, Hazrati Hamzaning oldiga borgan mushriklarning kallasi xuddi plezdan uzilgan qapoqdek yerga do'milabli tushadi deydi. Shundaqla Hazrati Hamza ikki qilich bilan kelgan mushriklarning kallasini uzib, ajoyib qahramonlikni ko'rsatdi. Bu urushda, ya'ni Badr urushida Hazrati Hamza mushriklarning ko'zi qadilgan mex bo'ladi. Shunda qilib bu urush musulmonlarning g'alabasi bilan oxirlashadi. Mushriklar mag'lub bo'lib Makkaga qaytdi. Lekin ular nihoyat hasrat chekdi. Shuning uchun ular keyingi yili musulmonlarga qarshi elib boradigan urushida maxsus Hamzani o'ltirish uchun bir odam o'rinlashtirdi. Ya'ni qullarning ichidagi ajoyib ustun Neyzvaz Vahshiy degan bir qulni tepib keladi. Va uningga sening bu urushda faqat bir ishing bor. U bo'lsa-mu Hamzani o'ltirish. Agar sen Hamzani o'ltirsang, ozod bo'lasan. Shunda qilib keyingi yildagi Uhud urushiga mushriklar qo'shini Vahshiyni maxsus Hamzani o'ltirish uchun birga elib chiqdi. Shunda qilib mushriklar qo'shini Madinaga yaqin joydagi Uhud tig'ining yoniga kelib to'xtaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom 1000 kishilik qo'shin bilan ularning qishig'iga mangadi. Yo'lning yarimiga kelgan vaqtida munofiqlar fitna qilib musulmonlarning azroqini qaytirib elib ketdi. Ya'ni 300 nafar sahobani qaytirib elib ketdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom 700 nafar sahoba bilan Uhud maydonida mushriklar bilan uchrashdi. Ikki taraf o'tirisida shiddatli urush boshlanadi. Bu urushda Hazrati Hamza ilgirki urushga o'xshash ajoyib qahramonlikni ko'rsatdi. Uni maxsus o'ltirish uchun chiqqan Vahshiy Hamzani izlab topildi va uni o'ltirish uchun neyzisini chinaydi. Lekin Hazrati Hamzaning harakati nihoyat chaqqon bo'g'achqa o'ltirilmaydi. Hazrati Hamza bu urushda ajoyib qahramonlik ko'rsatib, ikki qilich bilan urushib mushriklarning kallasini uzib tashlaydi. Vahshiyning butun asli xayoli bo'lsa, Hazrati Hamzani o'ltirib o'zining ozodlikka erishish edi. Shuning uchun u boshqa ishlarga aralashmay, faqat Hazrati Hamzani nishonlaydi. Hazrati Hamza oldiga kelgan mushrik zolimlarni o'ltirib ajoyib qahramonlik ko'rsatdi va bir mushrikni o'ltirgandan keyin o'rnida jim turib Allohu akbar deb to'g'lagan vaqtida, ya'ni Hazrati Hamza jim turgan vaqtida Vahshiy fursatni ching tutib Hazrati Hamzaga neyza atadi. Neyza Hazrati Hamzaning keynidan sanchilib oldidan chiqadi. Hazrati Hamza keyniga burilib, o'ziga neyza atgan Vahshiyga etilmoqchi bo'ladi-yu, lekin bardoshlik qilolmay yerga yiqiladi. Mushriklar uni shahid qilib bo'ldi qilmasdan bizga shuncha qo'rqinchni sog'an bu kishining yukini bir ko'rib boqaylik deb Hazrati Hamzaning qo'sqini yerib, yuragini sug'urib oladi va uning ko'zini uyutadi. Tog' tepasidagi o'qiyotchilar Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning buyrug'iga xiloflik qilish bilan musulmonlarning g'alabasiga qarab yuzlangan urush musulmonlarning mag'lubiyatiga qarab o'zgaraydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom shahid bo'lganlarni izdanglar deydi. Sahobalar shahid bo'lgan sahobalarning hammasining ismini faloni shahid bo'pti, faloni shahid bo'pti deb Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga xabar qilishadi. Lekin Hazrati Hamzadan hech xabar kelmaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Hazrati Hamzaga qaranglar, u qandoq bo'pti deydi. Sahobalar Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga hech narsa demaydi. Chunki ular Hazrati Hamzaning qiyofatini ko'rgan bo'lib, Hazrati Hamzaning o qiyofatini Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga deyishga jur'at qila olmagan edi. Payg'ambar alayhissalom sahobalarning sukut qilishlaridan bir narsani his qildi-da, jasadlar orasidan o'zi Hazrati Hamzani izlab mangadi va Hazrati Hamzaning ko'zi o'ylangan, pusqa yerilib, yuragi sug'urlangan holatini ko'rib, o'zini tutolmay ho'krab yig'lab ketdi. Kichkidan boshlab birga o'ynab cho'ng bo'lgan, vahiy kelganda bo'lsa, uning imo etib, uni mushriklarning aziyatidan qo'g'digan, yochoq esib taqladi, yirtqich hayvonlarni o'g'lagan, botir qiyofatini esiga oldi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom yig'lab, o'zini tutolmay, Alloh bilan qasamki, ey tag'a, sana buni qilganlardan 70ni mushuning o'xshash qilib qisosini olaman deydi. Mushu vaqtda Alloh taolo tuvandek oyatni nozil qiladi.
"Ve in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih." Agar mushriklar sizlarni o'ltirgandan keyin sizlarni jazolagan bo'lsa, ya'ni Hazrat Hamzaga o'xshash yurkini sug'urib olib, ko'zni uyilib, shunday jazolagan bo'lsa, shunga o'xshash jazolanglar. Ya'ni bir odamni qilgan bo'lsa, bir odamni qilinglar. Hargiz bir odamning o'rniga 70 ni qilmanglar. Va la in sabartum, agar sabr qila olsanglar, ya'ni o'ltirib qissasini elib ko'zni o'ymay bo'ldi qila olsanglar, fa huwa khairul sabirin. U sabr qilg'uvchilar uchun yaxshidir degan bu oyatni nozil qildi. Shundaqla Alloh taolo bu oyat orqali islomning garchi ana shunday ashaddiy, vahshiy zulm uchirgan bo'lsa-mu, o'zining fazilatidan, o'zining urush axloqidan chetnamaslikni o'rgatadi. Ya'ni mushrik o'ltirgan bo'lsa, u o'ltirib qisas elinadi. Ammo mushriklar qilgan ishni, mushriklar qilgan vahshiylikni musulmonlarning qilishi to'g'ri bo'lmaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bu oyat tushgandan keyin o'ziga keladi va u niyatidan yanadi. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom qabilasi uchun, jamiyati uchun yoki faqat o'zining yurti uchun urush qilmagan edi. U qisas urush emas edi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ilib borgan bu urush islom urushi, din urushi, da'vo urushi edi. Shuning uchun garchi Hazrati Hamzani o'ltirgan vahshiy musulmon bo'lgan vaqtida payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom uni kechirib o'tgan. Mana bu islom, iymon, islom da'vosi qissasdan yuqori o'rinda turadi. Hatto Hazrati Hamzaning qursuqini yerib, yurkini sug'urib olgan endi keyin musulmon bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom uni kechirib o'tdi. Mana bu islomning fazilati. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom nəhayət ichinishli qaldı o'ltirilgan tag'isining jasadiga qarab, Hamza sayyidu shuhada, Hamza shahidlarning xo'jisi, shahidlarning apandisi degan bu bishoratni berdi. Ondan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom u urushda shahid bo'lgan Abu Hanzala va Hazrati Hamzani farishtalar yuvotdi. Uni yumay dafn qilinglar degan bu bishoratni berdi. Alloh taolo Hazrati Hamza va boshqa Uhudning shahidlari haqida tuvandik oyatni nozil qildi. "Va la tahsabannallazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Alloh yo'lida o'ltirganlarni hargiz o'lik demanglar. Ular Robbining qishda hayot, Robbining qishda rizq berilibotdi. Farihina bima atahumullah. Ular o'lgandan keyin, ya'ni shahid bo'lgandan keyin Alloh taolo ularga bergan, ularga ato qilgan narsalarni nihoyat xushal va yastabshiruna billazina lam yalhaqu bihim. Ular shunda xushal bo'lib turib, texi keyindan kelmagan, shahid bo'lishini kutayotgan, hayot qolgan do'stlariga bu xushallikdan, bu yerdagi baxtdan, bu yerdagi huzurdan xabar bergusi kelib ketadi. Lekin u bir boshqa dunyo, bu dunyo boshqa bo'lg'achqa xabar bermaydi. Lekin ularning shu vaqtdagi hissiyoti, kashki shu yerda qolgan qarindoshlarim, bu yerdagi huzur halovatni, bu yerdagi xushallikni his qila olgan bo'lsa-da, o'limdan o'zini elib qochmagan bo'ladi. Alloh yo'lida shahid bo'lishdan hargiz keyniga chekinmagan bo'ladi degan mush hissiyatda ularga xabar bergusi kelib ketadi. Alla xawfun alayhim va lahum yahzanun. O shahid bo'lganlar, texi shahid bo'lmaganlarga, shahidlikni kutayotganlarga va yoki shahidlikdan qo'rqayotganlarga bu yerda hech qanday g'am, qayg'u, andish yo'q ekan. Sizlar dunyoda uni qilsam bo'ladi, buni qilsam bo'ladi, uni olsam bo'ladi, buni olsam bo'ladi deganga o'xshagan nurg'ulg'an g'am, andish ichida yashaydi ekanmiz. Bu yerda hech qanday g'am, andishi degandan asar yo'q ekan deb bu xil rohat hayotni ularga deb bergusi kelib ketadi. Mana bu Alloh taolo Qur'on Karimda shahidlarning o'lgandan keyingi hayotidan bergan turmush ahvoli. İnsan agar shahid bo'lib o'lmasa-mu, cho'qim o'ladi. Ammo shahid bo'lib o'lganlar u hayotda, ya'ni abadiy hayotda, barzakh hayotida boshqalar erishmagan ajoyib sharaflarga, ajoyib huzur halovatlarga, ajoyib xushallikqa, ajoyib baxtga erishadi. Alloh taolo bizni shahidlikni nasib qilsin. Alloh taolo bizni shahidlikdan qo'rqadigan emas, shahidlikni orzu qila oladigan iymon ato qilsin. Mana bu shunday islomning bizga yetib kelishi va necha asrlar bosh ko'tarib turishida nurg'ulg'an shahidlarning qani bor. Islom shahidlarning qani bilan sug'uriladi, shahidlarning qani bilan ko'klaydi. Shahidlikni kutayotganlar, shahidlik qilib ketayotganlarning hargizmi hayotni bilmaydiganlar, hayotning huzur halovatidan zerikkanlar deb asla o'ylamanglar. Ular haqiqiy huzurning nima ekanligini bildiganlar, haqiqiy huzur elishni, rohat elishni bildiganlar. Shuning uchun ular vaqtlik hayot emas, abadiy hayotni ko'zlaydi. O'zinglarning hayot qolganligi, ba'zi kishilarning shahid bo'lib ketganligi qarab ularga ich ag'artmanglar, balki o'zinglarga ich ag'artinglar. Chunki shahid bo'lganlar ular eng rohat yashayotdi. Sizlar va biz, ya'ni hayot qolganlar, texi shahidlik maqomiga erishamaganlar o'zimizga ich ag'artishimiz kerak. Chunki biz qanday hayot o'lishimizni bilmaymiz. Hazrati Hamza ana shunda qurbonlikni berib, islomning eng qiyinchilik kunlarida payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bilan birga bo'lib, islomning ko'kligan, ro'naq topgan, bayashat holatini ko'ranmay, ya'ni islomning g'alaba qilgan natija bergan vaqtini ko'ranmay, qiyinchilikni tatibla bu dunyodan ketib qoldi. Nurg'ulg'an shahidlar shundaq bo'ladi. G'albini ko'ranmaydi, ammo ular mukofotini Allohning nazarida oladi. Oramizda ba'zi atalmış aqlli kishilar borki, men badal to'lasam, men urushga qatnashsam, cho'qim uning mevasini, uning natijasini men ko'rishim kerak. O'zim natijasini ko'ranmaydigan bundaq ishga men o'zim mangmayman deydigan mandaq kishilar bor. Esimizda bo'lish kerakki, Alloh taolo g'albini va'da qildi, ammo sizga menga va'da qilmadi. Cho'qim mush yo'lda manganlarga va'da qildi. Balkim biz qurbonlik berib ketsak, bizning keyingilar u g'albaga erishish mumkin. Ammo shu Allohning yordami kelib bo'lguncha bayroq
bayraqni keyindikilarga yetkizdiganға adam kerak. Har bir odam men chuqum qalbini ko'rsam bo'ladi. Men hayotimda vatanimni qo'limga olsam bo'ladi. Zolimlarni qo'liga chiqarsam bo'ladi. Bo'lmasa men unda qilmayman, men tayyorlik qilmayman, hech qanday ishga kirmayman desa, bu bayraqni keyingi avlodlarga kim yetkazadi? Bizga g'alba qildigan vaqtqichilik u bayraqni kim tutib turadi? Shuning uchun har bir musulmon bu xil shaxsiyatchi andan qutulishi kerak. Har birimiz oldimizda nima ish bizning majburiyatimiz bo'lsa, ya'ni bizning davrimizda nima ish qilish bizning majburiyatimiz bo'lib tushgan bo'lsa, shuni qilishimiz kerak. G'alba chuqum kiradi. Hazrati Hamza ketdi, ammo g'alba keldi. Keyingi musulmonlar ko'rdi. Agar Hazrati Hamza men g'albini ko'rmasam urush qilmayman degan bo'lsa, keyingilar g'albini ko'rolmaydi. Bugungi kunimizda bizning ahvolimizning tug'an siri kundan kunga xaroblashishi, keyiniga chekinishi dal Hamzaning izbosarlarining yo'qolib ketganligidir. Har birimiz men ish qilsam uning natijasini men ko'rishim kerak deydigan mushu holatda bo'lganligimiz, hatto badalni boshqalar to'lasin, natijani men ko'ray, chavoq chaldigan yerda men bo'lay deydigan mushundaq saxta iymonda bo'lganligimiz tufayli ahvolimiz kundan kunga xaroblashyapti. Alloh taolo bizni bu xil marazdan, bu xil nifoqlikdan qutqazsin. Alloh taolo bizni harakatga o'tkaza oladigan, o'zining jinni, milni Alloh yo'lida bera oladigan bu xil iymonni ato qilsin. Alloh taolo Hazrati Hamzadek faqat fidokorliklar ko'rsatib, hech qanday natijani ko'zdan ko'rmagan, ya'ni natijasiga shohid bo'lmagan kishilarimizga Alloh taolo hasilab ajr bersin, ularni rahmatiga olsin. Alloh taolo bizni dunyoda Hazrati Hamzaning izbosarlaridan qilsinki, oxiratda Hazrati Hamza kabi sahobalar bilan birga qilsin. Sahabiler izledin, çaknigan izzet nuri, Ütkeni sıkın idin, hak İslam'ın Türk uli. Baş ekmez kafirga, şiddet bilen atseli, Hamza Halit Musaddek, şir yürek oğlanları.